An'anaviy ravishda ortiqcha vazn va semizlikka qarshi kurashda biz ovqatimiz bilan yog iste'molini kamaytiramiz. Lekin buni qilish har doim mantiqiymi va qanchalik darajada? Axir yog tanamiz va tanamiz uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Muvozanatni saqlash va nafaqat zararli, balki sog'lom yoglar ham borligini tushunish muhim. Va bunday sog'lom yog ko'p to'yinmagan yog kislotalari, xususan omega 3 bo'lishi mumkin. Ular tanamizda ishlab chiqarilmaydi va faqat oziq-ovqat bilan birga keladi. Ko'p to'yinmagan yog kislotalari tanani faollashtirib, miyaning yurak-qon tomir qorish tizimini saqlashga hissa qo'shadi. Zamonaviy odamda ayniqsa vazn yo'qotish jarayonida foydali poli to'yinmagan yog kislotalarining yetishmovchiligi yuzaga keladi. Bu esa noto'g'ri ovqatlanish va stolimizda yog'li dengiz baliqlari yetishmasligi sababli. Kundalik ovqatlanishingizda ko'p to'yinmagan yog kislotalari yetishmovchiligini qoplash uchun biz herbalife-line qo'shimchasining formulasini herbalife-line max yaratish orqali yaxshiladik. Yangi mahsulotning har bir kapsulasida avvalgidan taxminan 3 barobar ko'proq zarur omega 3 ko'p to'yinmagan yog kislotalari mavjud. Ular dengiz baliqlarining yuqori sifatli yoglaridan olinadi, iflosliklardan ehtiyotkorlik bilan tozalanadi va qulay kapsula shaklida joylashtiriladi. Va herbalife-line max ichgandan so'ng tabiiy efir moylari, yalpizning kompleksi tufayli. Ogizda baliq yogining yoqimsiz ta'mi yo'q. Herbalife-line maxni sizning kundalik ovqatlanish orqali siz tana uchun zarur komponentlarni ta'minlayotganingizga va yurak-qon tomir tizimining salomatligiga g'amxo'rlik qilayotganingizga, normal qorish va miya faoliyatini saqlab turganingizga ishonch hosil qilishingiz mumkin.